VAWA nima o'zi? VAWA bu Violence Against Women Act, ya'ni AQSh Kongressi tomonidan qabul qilingan qonun bo'lib, ushbu qonunga binoan agarda AQSh fuqarolari yoki green card egalarining turmush o'rtoqlari o'z turmush o'rtoqlari tarafidan tazyiqqa uchragan bo'lsalar, ular AQSh hududida mustaqil ravishda green cardga topshirishlari mumkin ekanligini belgilovchi qonun. Faqat ayollar topshira oladimi? Yo'q, nafaqat ayollar, balki erkaklar va shu bilan birga AQSh fuqarolari va green card egalarining ota-onalari hamda farzandlari ham topshirishi mumkin, agarda ular AQSh fuqarolari va green card egalari tomonidan tazyiqqa uchragan bo'lsalar. Nima isbotlanishi kerak? Xo'sh, VAWAda eng asosiy isbotlanishi kerak bo'lgan narsa bu ruhiy, jismoniy yoki moliyaviy tazyiq va bosim. Agar tazyiq isbotlansa, tazyiqqa uchragan shaxs green card olishi mumkinmi? Albatta mumkin. Va sizda VAWA bo'yicha yana qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat, izohlar qismida yozib qoldirishingiz mumkin.